ko'zimga shunaqa tiniq ko'rinyaptimi desam, yo'q, o'zi holatdan o'zi rostdan tiniq ekan. Mana 5-seri 530i G30 kuzov. Legendarniy kuzov-ku, ham klassikaga, ham sportivniyaga tortadigan kuzov. Mana buni qarang, kraskasi toza ekan. 53 ming probeg ekan. Narxi ham sразу aytib qo'ya qoling, 53 mingga bosib olsangiz bo'ladi. Probegi ko'p, kraskasi borlar bilan adashtirib qo'ymang, top-toza. Полный kuzov broneplyonka qilib qo'yilgan, shuni hisobiga ham mashina taniq bo'lib turibdi. Siz ham mashina olsangiz, nar broneplyonкасida полный kuzov bron qilib qo'ying yoki narda bilasiz, tonirovka солнцезащита, полный kuzov rangini o'zgartiradigan tonirovka, broneplyonka, vinil, hamma narsa bor, bilasizlar-ku. Imam qarang, salon holatlari ham tiniq ekan. Vyexlop sistemalarigacha qilib qo'yilgan. Kelib, holatini ko'rsangiz o'zingizda rostdan tinig'ini topib qo'yibsan deysiz. Srachniga 53 mingga bosib yuboring, 53 ming probeg 2021. Probeg 54 ming bo'lsa, 54 ming bo'lib ketib qoladi narxi. Hazillashdim, lekin bo'ladigan 53 ming.